bir yigit bir sababga ko'ra qamalib qolibdi. Boyagi yigitni o'zi bilan o'qimagan bo'lsa ham ko'chada tanishgan, o'zi tengi 4-5 ta oshnalari bor ekan. Boyagi yigit qamalib qolgandan keyin o'sha 4-5 ta yaqin oshnasi kun ora pul tashashib, bozorga kirib bozorlik qilib, o'sha qamalib qolgan oshnasini uyiga borib ota-onasini holidan xabar olib, har doim ko'rib turar ekan. Va ota-onasiga aytar ekanki, nimadandir qiynalsalaring, nimadir yordam kerak bo'lsa, tortinmasdan bizga aytaveringlar. Biz sizni o'g'lingiz tengi o'g'lingizmiz. Hech xijolat bo'lmang deb kelar ekan. Boyagi yigit zonada o'tirgan paytda yigitning ota-onasi borishar ekan ko'rgani va o'g'liga aytishar ekanki, o'g'lim, sen juda ham zo'r bolalar bilan oshna bo'lgansan, do'st bo'lgansan. Ularni hech qachon yomonlamagin, ular bilan hech qachon yomon bo'lmagin, hech qachon ularga xiyonat qilmagin derkan. Boyagi yigit aytadi, bir kuni bir oshnamni ko'chada opam ko'rib qopti. Oshnamga aytibdiki, uka, do'stlaringga xat yozib turinglar. Maqtab, chiroyli ko'p xat yozib turinglar. Shunda do'stlaring tezroq amnistiyaga chiqadi, tezroq oqlanishi ham oson bo'ladi deb gapiribdi deydi. Shunda oshnalarim uzun erinmasdan har 2 kunda, 3 kunda bir 3 varaq, 4 varaq uyga xat yozib tashlab ketishar ekan.